ko'k ekran yoki boshqacha qilib aytganda blue screen of death. Ushbu holat ko'proq Windows operatsion tizimlarida juda ham ko'p holat kuzatiladigan holat hisoblanib, bu Windows foydalanuvchilarining eng katta qo'rquvi hisoblanadi. Chunki ushbu holat agarda sizning kompyuteringizda hosil bo'ladigan bo'lsa, demak sizning kompyuteringizda nimadir xato ketayotganidan dalolat beradi. Bu albatta kompyuterning turli holatlarda yuzaga kelishi mumkin. Masalan, o'yin o'ynayotganda yoki oddiy holatlarda yoki kompyuter bo'lmagan boshqa Windows operatsion tizimida ishlovchi boshqa qurilmalarda ham kuzatilishi mumkin. Va savol tug'iladi. BSOD, ya'ni Blue Screen of Death o'zi nima? U qanday ishlaydi va kim tomonidan ishlab chiqarilgan va uni turlari qanday bo'ladi degan savol tug'ilishi mumkin. Bugungi videomizda aynan biz shu haqida gaplashib o'tamiz. Videomiz sizga qiziq bo'layotgan bo'lsa, albatta videoga like bosishni, kanalimizga obuna bo'lib va o'zingizning fikringizni videomiz kommentariya yozib qoldirishni unutmang do'stlar. Sizlar tayyor bo'lsangiz, unda biz videomizni boshladik do'stlar. Videomizni aynan ko'k ekran terminologiyasi qayerdan kelib chiqqanligi va uning turlarini bilib olishdan boshlasak. Eng birinchi Blue Screen of Death, ya'ni terminologiyasining kelib chiqishi avvaldan, ya'ni 1985-yilda ishlab chiqarilgan Windows operatsion sistemasining eng birinchi versiyasidan boshlangan deb hisoblanadi. U paytda, ya'ni Windows 1.1 operatsion tizimida hech qanday Blue Screen of Death nomli, ya'ni ushbu terminologiyada nomlangan yoki ushbuni ishlab chiqarish uchun, ya'ni ushbu dastur ko'rsatadigan aniq bitta dastur hisoblanmagan. U shunday dastur hisoblanganki, ya'ni ushbu ko'rsatadigan dastur, ya'ni kompyuter ishga tushirilayotganda, ya'ni bizga ko'rinadigan logotip aynan ko'k ekranda va oq yozuvda bo'lganligi uchun va o'sha paytda kompyuterdan qandaydir, masalan, o'sha ishlatadigan operatsion sistema MS-DOSda ishlaganligi va uning versiyasi to'g'ri kelmay qolganda yoki floppy disk projektlar yoki boshqa qurilmalarni noto'g'ri vaqtda chiqarib olish yoki qo'yish oqibatida kelib chiqqan xatolarni ekranda ko'rsatib bergan holatini aniqlangan. Va o'shani ko'p odamlar aynan shu ko'k ekran muammosini birinchi kelib chiqishi deb hisoblashadi. Lekin aslida ko'k ekran, ya'ni Blue Screen of Death terminologiyasining kelib chiqishi undan ancha keyinroq sodir bo'lgan hisoblanadi. Ya'ni Windows 3.0 operatsion tizimining beta relizida. Shu operatsion tizim, lekin u yerda aynan mana shu dasturning birinchi versiyasi ishlab chiqilgan, lekin u ko'k ekranda emas, aynan qora ekranda ko'rsatilgan hisoblanadi. Bu dastur Windows 1.0 versiyasidagi oddiy Crash Reporter kabi ishlaydigan Blue Screen of Death dasturidan anchagina farq qilgan hisoblanib, uning ishlashi asosan Windows operatsion tizimida kelib chiqqan xatoliklar, masalan driverdagi yoki o'sha boyiga men aytganimdek noma'qul vaqtda chiqarib olingan yoki kirgizilgan maxsus projektlarda kelib chiqqan xatoliklarda ko'rsatib bergan hisoblanadi. Va undan so'ng Windows 3.0 ning ofitsial relizidan boshlab u rangi ko'k rangga o'zgartirilgan va shundan boshlab to hozirgi versiyagacha, ya'ni Windows 11 ning eng yangi versiyasigacha Windows operatsion sistemasidagi ushbu BSOD dasturi, ya'ni ko'k rangda va oq yozuvda chiqarila boshlangan. Va savol tug'iladi, nimaga aynan ko'k rangdan foydalanilgan yoki qizil emas yoki qora yoki umuman boshqa fioletoviy ranglardan foydalanilmagan? Buning sababi esa aynan mana shu Windows NT operatsion tizimi ustida ishlagan dasturchilardan biri bo'lgan John Wert aynan ushbu IDE ni ustida ishlayotganda maxsus MIPS operatsion tizimidan foydalanilgani va ushbu operatsion tizimda ishlab chiqarilgan maxsus ushbu dasturni yozishda foydalanilgan dastur aynan standart holatda foni ko'k bo'lgani va undagi yozuvlar va belgilar hammasi oq rangda yozilgani ushbu sababi bo'lgan. Va ushbu dasturchining ushbu umuman minimalistikani yoqtirgani sabab aynan hozirgi kunda juda ham ko'p memlarni va Windows operatsion sistemasini juda ham populyar bo'lib ketishini aynan sabablaridan biri hisoblanadi.
Va ushbu Windows 1 dan to Windows 9X operatsion sistemalarigacha bo'lgan Windows ushbu bisot dasturining eng zo'r tarafi aynan ushbu bisot holati kompyuteringizda uchragan paytida siz avtomatik tarzda ushbu ishni davom ettirishingiz mumkin bo'lgan, ya'ni enterni bosish orqali. Buni sababi esa aynan o'sha yillarda ushbu Windows operatsion sistemasidan foydalanuvchilar, ya'ni asosan ishchi, ya'ni workstationlarda foydalanilgan hisoblangan bo'lib, ya'ni ushbu holatlarda agarda kompyuterda xato yuzaga keladigan bo'lsa, odamlar o'zini shu kompyuterni yoqqandan to xato bo'lganga qadar bo'lgan barcha saqlangan faydalar butunlay o'chib ketadigan hisoblangan. Shuning uchun bu har qanday ushbu o'sha davrlarda har qanday yo'qolgan ma'lumotlar juda ham qimmatli bo'lganligi uchun aynan ushbu enterni bosish orqali aynan qandaydir, ya'ni algoritmlar asosida, ya'ni algoritm sifatida o'zi kompyuterni qisqa vaqt davomida ishlatishga yordam bergan. Va albatta kam muddatli, chunki ushbu holat 80% holatda kompyuterni qotib qolishi va ishdan chiqishiga olib kelgan va Windowsni ham ayrim jihozlarini, ya'ni ichidagi funksiyalarni ham ishdan chiqishiga olib kelgan hisoblangan. Shundan keyin Windows 2000 dan so'ng yana Bisot operatsion ushbu Bisot dasturi qayta ko'rib chiqilgan. Bularni hozirgi kunda juda ham ko'p turlari mavjud. Qani kelinglar, bizning hozirgi eng yangi operatsion tizimimizdagi yuzga kelishi mumkin bo'lgan Bisotning holatlari haqida gaplashib o'tsak. Ko'k ekran muammolarining asosan mashhur 8 ta turi mavjud. Ulardan eng birinchisi bu High IRQL Fault Kernel Mode Bisot xatoligi hisoblanadi. Bu asosan Windows operatsion tizimida muhim resurslarni noto'g'ri murojaat qilinganligi yoki apparat yoki driverlar orasida noto'g'ri, ya'ni noto'g'ri axborot uzatilganligi yoki masalan hattoki protsessorni noto'g'ri overclock qilingan holatlarda ham kuzatilishi mumkin bo'ladi akalar. Buni oldini olish uchun asosan kompyuterdagi driverlarni va apparatni boshqaruvchi o'sha maxsus driverlarni va kompyuterda agar overclock qilingan bo'lsa, uni overclockni orqaga qaytarish orqali yoki hattoki viruslarni kompyuterga tushishi orqali ham ushbu kompyuterga ushbu xatolik chiqishi mumkin. Va bu Bisotning ikkinchi eng mashhur turi esa bu buffer overflow hisoblanadi. Ushbu xatolik asosan kompyuterning buffer xotirasiga ya'ni talab qilinganidan juda ham ko'p ma'lumot yozilganda yuzaga kelishi mumkin. Va bitta fakt shundaki, bundan oldingi birinchisidagi IQL ya'ni errordagi ushbu birinchidagi, ya'ni ko'k ekran xatoligi bilan buffer overflowni o'rtasidagi bog'liqliklar mavjud. Chunki driverning xato o'rnatilganligi natijasida ham bufferni to'lib ketish holati yuzaga kelishi mumkin. Buni oldini olish uchun albatta driverlarni to'g'ri o'rnatish va bufferlarni maxsus dasturlar orqali tozalab yurishni maslahat bergan bo'lardim. Buffer bu asosan kesh xotiraga o'xshagan narsa hisoblanadi. Ya'ni masalan Ctrl C yoki Ctrl V qilganimizda aynan ana shu ma'lumotlar bufferga saqlanadi va bu juda ham to'lib ketish oqibatida ushbu ko'k ekran holati ham Uning uchinchi eng mashhur turi esa bu code override bu. Bu asosan dastur kodini, ya'ni dasturni maxsus operatsion tizimidagi ichidagi kodlarni user tomonidan, ya'ni foydalanuvchi tomonidan o'zgartirish oqibatida yuzaga kelishi mumkin. Ya'ni birortangiz yoki maxsus sistemning fayllarni ochib, uning ichidagi kodlarni xullas hitrlik bilan o'zgartirib ko'rish orqali ana shu xatoni ko'rib qolishingiz mumkin. Bu asosan agarda siz kompyuteringizga maxsus developer dasturlarni o'rnatganingizda yuzaga kelishi mumkin. Chunki ular dastur kodlarini o'zgartirish qobiliyatiga ega hisoblanadi. Buni oldini olish uchun esa ko'p holatlarda Windowsni qayta o'rnatish talab qilinadi. Chunki bu tizim dasturini aynan qaysi holatda o'zgartirilganligini va buni orqaga qaytarish biroz qiyin bo'lishi mumkin. Va to'rtinchisi esa bu stack trash kodi hisoblanadi. Bu asosan tizimdagi driverlarni xotirasidagidan noto'g'ri ma'lumotlarni yozish natijasida yuzaga keladi. Bu asosan bilgan bo'lsangizdek, ya'ni kompyuterga noto'g'ri driverlarni o'rnatish chog'ida yuzaga keladi. Asosan grafik va tarmoq driverlari. Albatta buni oldini olish uchun yoki tuzatish uchun albatta driverlarni qayta o'rnatish talab qilinadi.
Va 5-inchisi esa boyagi birinchi HighRQL faultning user mod darajasi. Bu xato asosan user modda ishlaydigan, ya'ni yadrolarni, ya'ni ushbu dasturlarni user mod rejimda ishlaydigan holatda xatolar yuzaga keladi. Bu ham asosan ya'ni mos kelmaydigan driverlar yoki tizimdagi maxsus resurslardagi murojaat qiluvchi ilovalardagi yoki protsessordagi muammolardan kelib chiqadi. Bu ham o'sha birinchisi qanday yechilgan bo'lsa, xuddi shunday qilib yechish mumkin. Asosan ushbu xatolar bitta perzagruskadan so'ng tizim o'zi avtomatik buni to'g'rilaydi. Chunki bu asosan driverlarni o'sha paytdagi ishlatish jarayonida maxsus qandaydir xatoliklar bilan yuzaga kelishi mumkin. Bu albatta bitta perzagruskadan so'ng qayta tuzalib ketadi. 6-chi xatolik esa stack overflow deb nomlanadi. Bu boyagi oldingi stack trash xatoligidan farqli jihati shundaki, stack trashda, ya'ni stackga noto'g'ri ma'lumot kiritilganda yuzaga kelgan bo'lsa, bu yerda esa stackga belgilangandan juda ham ko'p ma'lumot kiritilganda hosil bo'ladi do'stlar. Va buni ham yechimlari shunday bo'ladiki, ya'ni kompyuterga driverlarni tekshirish yoki chunki driverlarni tekshirish nima uchun kerak? Chunki stack overflow yoki stack trash ma'lumotlar yuzaga kelishi asosiy sababi aynan driverlardan yuzaga keladi. Chunki odamlar o'zi xohlagan jihatda ta'sirda ham driver qiladigan ishni qo'lda bajara olmaydi. Buni avtomatik tarzda maxsus dasturlar bajaradi va ularni noto'g'ri o'rnatilgani ushbu xatolarga kelib chiqadi do'stlar. Va ularni qayta o'rnatish bu virus, ya'ni ushbu xatoni oldini oladi va ba'zi holatlarda viruslar ham bunga sabab bo'lishi mumkin. Va 7-inchisi esa bu hard-coded breakpoint xatoligi hisoblanadi. Bu xatoning kelib chiqishi asosan dasturchi tomonidan qo'yilgan maxsus breakpoint, ya'ni o'zbekchasiga to'xtash nuqtasi tizim jarayonlarini to'xtaganda yuzaga keladi. Bu asosan dasturli ta'minotidagi maxsus xatoliklar bo'ladi, ya'ni driverlarda maxsus breakpointlar bo'ladi. Ushbu breakpointlarni noto'g'ri qo'yilishi va tizim debug rejimida qandaydir faol rejim bo'lishi, ya'ni faol rejim davom etishi yoki zararli rootki dasturlar sabab bo'lishi ham mumkin. Buni ham yechimlari avvalgilaridek, ya'ni buni oldini olish uchun avvalo maxsus msconfig orqali, ya'ni startup rejimda ishlayotgan dasturlarni o'chirish orqali oldini olish mumkin. Chunki ushbu dasturni, ya'ni breakpoint qo'yib qo'yayotgan maxsus dasturlarni avtozapuskdan olib qo'yish kerak bo'ladi va antivirus orqali ham viruslarni tekshirish talab qilinishi ham mumkin. Va oxirgi 8-chi xatolik esa bu double tree akalar. Bu double tree xatoligi asosan juda ham kamyob holat hisoblanadi. Chunki bu tizim xotirasidagi maxsus algoritmlar, ya'ni strukturalar, daraxt rejimida ishlovchi maxsus strukturaning 2 marotaba ishlanishi yoki noto'g'ri boshqarilishi natijasida yuzaga keladi. Chunki daraxt rejimida ishlovchi strukturalarni 2 marotaba qo'llanishi juda ham qiyin hisoblanadi va bularni qo'ya oladigan dasturlar asosan administrator tomonidan o'rnatilgan yoki driverlarni kompyuterga noto'g'ri o'rnatish tomonidan yuzaga kelishi mumkin. Chunki daraxt rejimida ishlovchi algoritmlar asosan, masalan, bitta savol berilganda ushbu savoldan uni, ya'ni javoblari nechta bo'lishiga qadar kattalashib boraveradi. Masalan, bitta savoldan 2 ta javob chiqqan bo'lsa, uni 2 ta javobning birinchisi tanlagandan so'ng undan ham 2 ta yoki 4 ta javob chiqib, daraxt sifatida ko'payib boradi va ushbu algoritmlarni 2 marotaba qo'llanishi mana shu xatoni keltirib chiqaradi do'stlar. Va akalar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. To'g'ri, biroz ma'lumotlar kam bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin albatta keyingi videolarimizda ushbu ma'lumotlarni albatta to'ldirishga harakat qilamiz va o'zingizni savollaringizni kommentariyaga yozib qoldirishni so'rab qolgan bo'lardim va ushbu bisot haqidagi muammolar o'zingizda yuzaga keladigan bo'lsa, albatta bizning Telegram gruppamizga bemalol yozishingiz mumkin. Bizning gruppamiz a'zolari va men bemalol har doim yordam berishga harakat qilamiz akalar. Bu akalar, sizlar bilan Yosh avlod kanali bo'ldi. Keyingi videolarimizda yana bir bor ko'rishguncha xayr do'stlar. No, вот это да, akalar. Yeah, I got $1 grand in my diamond up. Who caught $1 million, my go yard though. I win the game, so you still got to show. Born with the drip and just learn how to hustle.
Look at your bitch through these DR by 4, cause I get me some head, she been that shit over.